Shu Rossiya so'zi Nasiya so'zdan kelib chiqqanmi deyman-da. Miyochiyolarning puli Nasiyada, Nasiya qilganlar Rossiyada. Aka o'zbek tili boy til aka. Boy til. Ruschada ham o'zbekcha so'zlar ishlatadi, o'zlari bilmaydi. Masalan, oddiygina molako degan so'z bor-ku. Aha, Sut. Molako so'zi ham o'zbekchadan olingan ekan. isbotlab beringchi. Bizning ota-bobolarimiz sigirni qo'lga urgatib sog'ib turganda ruslar kelgan. Aha. Sigirni ham tanimagan. Keyin ota-bobomizdan so'ragan. Bu nima deganda mol aka degan. Mol aka deganda ular molako degan ekan. O'zbekcha bu ham aka. Saftirik so'zi ham o'zbekchadan kelib chiqqan ekanda. Saftirik? Aha. Qadim zamonda charchagan, ochqagan, bir ahvolga kelgan rus odamni bizni o'zbeklar topib olib, haligi o'risga choy ichirib, ovqatlantirib, o'ziga keltirib, o'risga qarab, "Zap tirik qoldingda" degan. Ruslar ertalabki ovqat zaftiri bo'lar ekan. Ana, o'zbek tili bag'oyat boy til aka. Ishonavering. Ana, o'sha zaftirikka qo'shib pishlagan bergan, sir. Sir ham bergan. Haligi sirni olib, ruslar yeb, vitaminiga tan berib, mazzasiga tan berib, mana shu ham o'zbekcha qana nima ekan deb o'ylanib, qanaqa pishirdilaring deganda, haligi pishirgan odam buni olasiz, sutni qaynatasiz, achitasiz, keyin deb tursa yonidagi, "Voy, aytma, bu sir bu" degan. Sir deganda ruslar sir degan ekan. Bu ham o'zbekchadan kelib chiqqan. Rus tilidagi bo'lichka so'zi ham o'zbekchadan kelib chiqqan ekanda. Bo'lichka. Haligi o'zbek xalqi ertalaridagi 3 og'ayni botirlar Rossiyaga borishgan. Rahmat. O'rislar bizni botirlarni hurmat qilib, non bilan, tuz bilan kutib olgan. Keyin to'ng'ich botir nonni olib, kenja botirga berib, bo'lichka degan. Üç kishi bo'lganda ular. Aka o'zbek tili bag'oyat boy til. Boy til. Ruslardagi mama so'zi ham o'zbekchadan olingan. Yo'q-e? Ruslar kelganda yosh go'dak bola ochiqib qolib, onasiga qarab, "Mama deganda ruslar ona mama bo'lar ekan degan. Bu ham o'zbekchadan olingan.